Nimaga? Kecha 11-may kuni ko'rdim. Real Madridni o'ynagan futbolni zaybal qilib keldi hamma yerini. Zaybal bo'lib ketdim, bagaratchi. Barsa bor-ku, harom futbolchi. 100% aytaman. Barsaga sen kendi hamma Barsani maqtab yoradi. Mana zaybal qilib berlang. Videoni qo'yib uni. Ko'zimni ko'rsatmanglar, dunyoni ostim bo'lib ketsa bor-ku, yoqtirmayman mana shunaqalarni men. Nima? Yutqazibdi. Bir marta yutqazgan odam. Hayotda bunday bo'lishi mumkin emas. Kerak bo'lsa. Bu yutgan narsa deydi. Barsani maqtaydanmi Barsa? Barsaga men Libboni javob beraman. Barsani kerak bo'lsa-ku, yirtib beraman men. Kerak bo'lsa, shundaylarmi? Barsani yirtib beraman. Qo'ldan kelganini qilsin Barsa. Nima? Hammang maqtaysan Barsaga yutsa deydi. Men bor-ku, Barsa yutqasa bor-ku, bir umr ziyofat qilaman ana shu yerda. 100%. Bir umr ziyofat qilaman Barsa yutsa.